Trudovой договорga уведомление topshiradigan bo'lsangiz, отказ kelishi ehtimoli bor. Videoda oxirigacha ko'ring, sababini tushuntirib beraman. Bugun ofisimiz ochilganiga birinchi kun bo'ldi. Birinchi klient kelib, "Aka, Trudovой договорga уведомление o'zim через госуслуга topshirdim, lekin отказ keldi" dedi. Bo'ldi dedim, telefonni olib o'zim topshirib ko'rdim, lekin menga ham отказ keldi. Keyin Trudovой договор originalmi? Desam, original, ofitsialniy ishxona yasab bergan Trudovой договор dedi. Trudovой договорni bazaga urib tekshirganimizda, bilsanglar KPP, INN degan har xil nomerlar bo'ladi. Bazada boshqacha nomer yozilib turibdi, qog'ozda boshqacha nomer yozilib turibdi. Keyin to'g'ri qilib yozib to'ldirganimizdan keyin Trudovой договорga уведомление qabul bo'ldi va topshirib berdik. Agar mabodo sizlarda ham shunaqa problema bo'ladigan bo'lsa, bizni ofisimizga murojaat qilishinglar mumkin. Mana shu problemaga biz sizlarga yechim topib beramiz. Nafaqat bu problemaga, Sinils, Gosusluga, biometriya, Tinkoff karta, xullas boshqa muammolar bo'ladigan bo'lsa ham bizga murojaat qilishinglar mumkin. Kelmoqchi bo'lganlarga adres qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, Sokolniki metrodi 2-viktidan chiqqaninglarda mana bu ko'rinib turgan Targoviy sentrda 2-etajda joylashganmiz. Bemalol kelishinglar mumkin.